Hozirgi kunda rezultatlaringiz qanday? Davolinmisiz mendan? Kunda hozir shunday kunda bo'lsa 4000 5000 mi shunday hisob qo'ydim. Boshlang'ichiga bu biznesga necha so'm bilan kirdingiz? Menimcha 10000 mi 5000 mi shunaqa. Shu обучениeni 10000 qildim, 5000 berdim, 10000 o'zimdan naqa pul. Otsev qancha bo'ldi Avitoda? Hozir menda tam 70 ta, agar примерно esa 10 kishi sotgan 40 ta odamning o'zi yozgan. 6 oyning ichida 40 ta odamning aktivisi yozmagan, 62 ta odamning o'zi yozganda. 62 ta otsev olgansiz. Bu Avitoni tashlamash kerak. Boshladingiz ishingizni oxirigacha bajaring. Qiyin bo'ladi bir tarafdan. Keyin yana undan ham qiyin bo'lgandan keyin oxirida rohatini ko'rasiz. Hozir rohatini ko'ramiz. Nuda boshda masalan raketa ham bu tog' tepaga chiqquncha bor energiyasini sarflab mana shu qiyinchilikdan tam qatlamni yorib chiqquncha qiynaladi. Xuddi biznesda ham xuddi shunday. Boshda qiynalasiz, chuqurliklarga tushasiz, nafasdan mana shu chuqurliklardan, qiyinchiliklardan chiqqandan keyin keyin rohati bo'ladi. Mana do'st hozir tanishib, o'zingizni tanishtiring. Kimligingiz, qayerdansiz, nima ish qilyapsiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Shahyor. Men Orenburgdan kuratorimiz bizning o'qituvchimiz Avitoda o'tgan kursda bo'lganman. Hammasi chortki, hozir zo'r ketyapti. Bir oy, 3 oy, hozir 6 oydan bo'lyapti shu kursda bo'lganim. Hozirgi kunda rezultatlaringiz qanday? Davolinmisiz mendan? Kunda hozir shunday kunda bo'lsa 4000 5000 mi shunday hisob qo'ydim. Normal. Men tovarni kvadrat qilaman, hozir o'zim tovarimni qo'yaman. Xizmatlarimiz tovarlarimizni zakaz qilaman. Bu munosabatlarga isbot. Hozir biznes только Avitoda bo'lyapti, sizda? Avitoda. Avitoda bo'lyapti. Tak. Telegramdan qilaman dedim, buni ham endi o'rganish kerak. Endi Avitoda только Telegramda endi ko'proq vaqt ketadi, chunki otsevlar xatasidan tashlab turish kerak. Telegramda сложнее. Avito просто tovarni qo'yasiz. Avito klientlar boshida aytganimdek, manzilni so'rashadi, manzilni so'ragan payti yetkazib berasiz, liba uyga olasiz, liba uyga kelib o'zlari olib ketishadi. Samimi gapim o'sha. Boshida siz necha Avitoga только sotib oladiganlar keladigan-da, только sotib oladiganlar, ana bekarchilar kelmaydi, только sotib oladiganlar yozadi. Shunday sotasiz. Sotib kelasiz, yana keyin yozib turadi. Boshlang'ichiga bu biznesga necha so'm bilan kirdingiz? Menimcha 10000 mi 5000 mi shunaqa. Shu обучениeni 10000 qildim, 5000 berdim, 10000 o'zimdan naqa pul o'zim yana. Получается, обучениеga 5000, bu boshlang'ich biznesga. Keyin tovarlarni o'zingizni hisobingizda olaverdingiz. 10000 bilan ko'rishni boshladingiz, примерно 15000 bilan. 10000 ni qildim, keyin tovar kamku tovar ko'tardimda, anaviga qaramadim, pribulga qaramadim. Pribulni полностью narxini pasaytirib tashladim, ketaverdi keyin tovar. Hozirgi ish, hozirgi qildim 10000 ni. Hozirgi ishingizdan davolinmisiz o'zi? Mendan davolinmisiz? Do'stlar, bu hozir Shodiyor ismi, mana Yekaterinburgdami deysiz? Orenburgda. Orenburgda turib Avitodan sotadi, bir nechta kuniga даже sotadi, minoxidil, aksessuarlar, kiyim-kechaklar ham hozir endi o'tyapti, lekin na samim деле mana shu 5000 rubl bilan Avito biznesni boshlab, hozirgi kunda mana 45 ta otsev olganmisiz akkauntingizda? Da. 50 tish. Otsev qancha? 50 tish har kuni unaqa keladi klientlar. Bir kunda 5 ta, 6 ta klient keladi. Shunday sotasiz. 2000, 3000 qo'lingizda bo'ladi. Otsev qancha bo'ldi Avitoda? Hozir menda tam 70 ta, agar примерно esa общий sotgan 40 ta odamning o'zi yozgan. 6 oyning ichida 40 ta odamning aktivisi yozmagan, 62 ta odamning o'zi yozganda. 62 ta otsev olgansiz. Bu bitta akkaunt. Bir xil odamlar yozadi, bir xil odamlar yozmaydi ular. Endi odamlarning bo'ladi. Yozmaydi. Ularni ham sekretini o'qisangiz yanada ko'paytirasiz. Boshida aytdim, o'sha optlarni qo'llagandan keyin o'sha otsevlar ko'payishni boshlagandir,
Ha, men 50 so'm, 100 so'm. Da. Bu Ozonda ham bor-da, bu Ozonda ham bor. Mana shu narsa na samom деле otsuvni kontrol qilib, mana otsuvlar tashlaganga pul beriladi, u ball hisobida. Endi Avitoda ham o'zini ana shu sekretlari bor. Na samom деле qo'llasangiz otsuvlar oshadi. Otsuvlar hozir 61 ta, bir kuni ko'rsatdim 38 ta bo'lgan edi, sizga ko'rsatganim. Hozir 62 ta bo'lib ketgan. Ko'tarib tashlang 20 ta odam, ana yangi yilda 20 ta odamlar bo'lib ketdi. Shunday yozdi o'zi. Yozordi. Klient keldi, sotdi. Kelaverdi, sotdi. Ha, unda yaxshi. Bir kunda 10 mingmi, 9 mingmi bo'ldi-da оборот. O'zim чисто прибыль оборот. Bir kunning ichida. Normal, допустим, menda ham yangi yildan keyin hisobladim, недавно 2-3 kun oldin 15 ming ichidir shu прибыль bir kunda tovarni o'zida-da. Bu normal, допустим, masalan 5 ming rublni ham topish uchun kimdir 5-6 kunlab ishlaydigan joylar bor-da, qiynalib. Допустим, hozir mana shu Avito erkaklar uchun, yana ayollar uchun ham bo'ladi deb hisoblaysizmi? Qanday bo'ldi o'zingiz? Bu odamga bo'ladi, aka. Bu odam. Только tushunsa bo'ldi, vykladывать qilsa bo'ldi buni. Shunday vykladывать qo'yasiz. Men nima uchun aytyapman? Mana bu ayollar ham qilsa bo'ladi deb men o'zim ayolimga mana o'rgatgandan keyin примерно tam 2 ta akkaunt, 3 ta akkaunt ochib berdim. O'sha akkauntdan tam даже detskiy narsalar, ayollarning kiyimlarini qo'yib sotishni boshladi-da. Shu bilan уже normal rezultatga chiqdi. Mana bu ayollar nima uchun ayollar deb aytyapman? Men o'zim ham xotinimga ochib berganman. Недавно tam 2 ta akkauntni boshqarib, где-то 40-50 ming rubllik оборот qildi, где-то bir 20 ming rubl чисто прибыль bo'ldi. O'rgatdim. Tam narigi o'zini telefon raqamiga ochdik. O'shanda ayollar narsasini sotishni boshladi. Har kun etiklar, tam detskiy kiyimlar sotishni boshladi. O'shalarni men har kun olib chiqarishni boshladim. Hozir mana Avitoda yana biznes akkaunt bor, bilasiz, biznes akkaunt bor, prostoy akkaunt bor. O'shalarning farqi nima? O'zingizni optingizdan qaysi biri yaxshi, qaysi biri udobniy? Shularni ham qisqacha aytib o'ting. Birinchidan hozir sizga akkaunt berasiz-ku, shu попробовать qilasiz-ku, hammasini berasiz, unaqa qilasiz, o'rgatib chiqasiz. O'sha akkauntni o'rgatgandan keyin bu akkauntdan уже tushunasiz. Nimalar kerak, nima qilishlarini, vykladывать qilishlarini полностью tushunib yetasiz. Keyin agar o'zingiznikini yangi so'zlat qilsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Tushunib yana unaqa qilib ketasiz. Hammasini boshidan boshlasangiz, undan ham yaxshi. Siz so'zlatib bergan akkauntdan 10 ta vykladывать qo'yasiz, shu tovarlardan klientlar yozadi, o'rganadi уже. Opit bo'ladi-ku. Klientlar постоянно yozib turadi. 2 ta 3 ta yozib turadi, 10 ta bunaqa vyklad qilsangiz. Hozir endi shu yangi akkaunt so'zlatib qilsa, siz o'rgatib berasiz, hammasini tushuntirib berganingizdan keyin menga o'zi полностью tushuntirib bergansiz, qayta qilishlarini полностью. O'zim yangi akkaunt so'zlatib qilaman. 10 ta vykladывать qilaman, как sizda shunday vykladывать. Men bilmas edim, qayta бесплатно qilay, hammasini платно qilaydi. Siz aytdingiz, buni бесплатно qilsa bo'ladi deganingizdan keyin men o'ldim. Keyin бесплатно vykladывать qildim, 20 ta obnovlение shunday keyin o'rganib ketdim-da, keyin. Hozir yana bitta savol beraman, qarang. Yana bitta bir savol beraman. Boshida qiyinchiliklar bo'ldimi? Boshida ancha nemloshqa. Bo'ldi aka, bo'ldi. Men tushunmadim hech bilan. Sizga so'radim. Aka buni tushunmayapman, ma'qilish kerak. Aka buni tushunmadim, ma'qilish kerak deb. Siz bergan javob aytdingiz, mana uni qilish kerak, uni qilish kerak. Ana bo'lmasish kerak dedingiz. Bu Avitoni tashlamash kerak. Boshladingizmi ishingizni oxirigacha bajaring. Qiyin bo'ladi bir tarafdan, keyin yana undan ham qiyin bo'lgandan keyin oxirida rohatini ko'rasiz degan. Hozir rohatini ko'rib boshda masalan raketa ham bu tog' tepaga chiqquncha bor energiyasini sarflab mana shu qiyinchilikdan tam qatlamni yorib chiqquncha qiynaladi. Biznesda ham xuddi shunday. Boshda qiynalasiz, chuqurliklarga tushasiz, nafasim jil mana shu chuqurliklardan, qiyinchiliklardan chiqqandan keyin уже keyin rohati bo'ladi. Немножко vaqt tribut qiladi. O'shaning uchun shu bilan videoni ham tugallasak bo'ladi. Joniy sog' bo'lsin, rahmat o'suvlar uchun. Sizdan joni sog' bo'lsin, rahmat. Так что yanada bundan ham zo'r rezultatlarni qilib, sog'liqlarni kuchaytirib, yanada bu siz rezultat qilsam, men ham xursand bo'laman. Так что rahmat. Yana уже bu yerga. Mayli. Mayli. Mayli, bo'pti.
Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Qurbonov Hamdambek, siz meni qalamdasiz. Bu основной kanalim Ozon Wildberries, короче, biznes asosida bo'ladi. Hozir 5000 rubllik proyekt boshlandi. Bu proyektda основной mana 5000 rubl bilan nima qilishingiz mumkin, qanday imkoniyatlar beriladi, hozir tushuntirib o'taman. 5000 rubl bilan siz ikkita odamga, допустим, mana ikkita odamga Avitoda biznes qilishga уже birinchi etaplari qanday sotish, qayerda olish tovarlarni полностью точкалар ko'rsatiladi. Bitta odamga Ozonga бесплатный, Ozon и Avitoga бесплатный shogirdlikka olamiz. Так что buning uchun siz mana shu videoda kommentariyada ko'proq kommentariylar yozasiz. Ana shu kommentariyalar orasidan kimnidir saylab olamiz. Bor yo'q ikkita odamni Avitoga, bitta odamni Ozonga. Так что layklarni mang'illatamiz, kommentariyalarni yozamiz. Qanchalik ko'p kommentariya, qanchalik ko'p layk olsa, mana shu videoning orasidan 3 ta odamni saylab olamiz. Так что gazini bosamiz.